Rasul akram alayhissalatu vassalom boshqa bir hadislarida marhamat qilib aytadilar: "Man lam yarham saghirana va lam yuwaqqir kabirana va lam ya'rif haqqa alimina falaysa minna." Kim kichiklarimizga rahim qilmasa, kattalarimizni ulug'lamasa, olimlarimizni haqqini bilmasa, bizdan emasdir. Kattalar kichiklarga rahimli bo'lishi musulmon ummatining siymosidir. Ushbu hadisga mudoan kim kichiklarga rahim qilmasa, ummatdan emas. Kattalarni ehtirom qilish musulmon ummatining siymosidir. Boshqalardan ajrab turadigan buyuk belgisidir. Ana kim kattalarning hurmatini qilmasa, ularni behurmat qilsa, haqoratlasa, boshqa qilsa, ana ummatning safidan chiqish xavfi bor.